Bodika Wood atiri. Bu atiri yo yoqtirib qolasiz, yo nafratlanasiz. O'rta variant bo'lmaydi. Bu atirni yoqtiradigan odam bittada yoqtiradi, faqat shu atirni sepadi. Bu atirdan nima hid keladi deb o'ylashingiz mumkin. Hozir men sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu atirdan hidi serialga o'xshaydi. Agar 3 ta seriya bor. Birinchi seriyada faraz qiling, dengiz, salqin havo, zax hid, dengizni hidi bilan zax hid burningizga uryapti. Boshida sepsangiz shu hid keladi. Oradan vaqt o'tgandan keyin uje dengiz hidi sezmaysiz. Uje sezasiz zax hidlanadi. Zax suv qoplayotgan joyda bo'ladi-yu, lekin pritorning bo'lib ketmaydi. Zax hidli kelib turadi. Как раз таки yozda muzdek hid xohlaydiganligi variant. 3-qismiga o'tganda bo'lsa, 3-qism sal nozikroq bo'ladi. Unda uje opium hidi keladi. 3-seriyasida Bodika Wood atiridan основной fonga opium moddasi chiqadi. Endi opium hidi qanchalik o'xshash bilmadim, lekin tarkibidagi opium uje birinchi fonga o'tadi. Dengiz hidi fonda turadi. Ma'lumot qiziqarli bo'lgan bo'lsa, sahifaga obuna bo'ling. Atirning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanaliga